Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni appga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz Tojikiston Respublikasi Sipara shahriga appga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz ikki qavatli high-tech fasonda bo'ldi. Profillarimiz 6 ga tur profil, 1.7 stenada bo'ldi. Listlarimiz 2 qavatli, 2 stenada bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunaqa joylarga mana nerjimkalar qo'yib berdik. Juda ajoyib bo'ldi, xudo xolasa. Bu darvozamiz razmeri eniga 3 metr, balandligi 2,5 ga bo'ldi. Eshigi zamoglari har doimgi super zamokda tashqariga ochiladigan bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana orqa tomonlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqa tomonlari mana bunday tekis holatda bo'ladi, xudo xolasa. Mana zamoklari har doimgidek ideal holatda. Mana bunaqa joylar sentr zamoklardan qo'yib berganmiz. Bemalol ochilib yopilishi mumkin. O'zbekiston bo'ylab, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab dostavka, ustanovka kelishilgan holatda tayyorlab o'rnatib beraveramiz. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, sizlarga umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.